Qishloqning o'rtasida osmonga qarab cheksiz ko'tarilib ketadigan zinapoya bor edi. Yilda 2 marta ular zinapoyadan chiqish kunini o'tkazishar, katta bochkaning ichidan bir ism tortib olishardi. Kim chiqsa bu katta sharaf sanalardi. Uning opasi sochini tuzatib, ko'zida yosh bilan quchoqladi. Qachonki u ham tanlarsa, ukasini ko'rishi mumkin edi. Qariya uning yelkasiga qo'lini qo'yib bir muddat sinchkovlik bilan qaradi. So'ng hech nima demay bolaga yo'l boshlatdi. Bola chiqishni boshladi, lekin opasi ukasini bulutlar ichiga kirib ketayotganini ko'rganda nimadir uning yuragiga notinchlik soldi. O'sha kechasi u yashirini qishloqdan chiqib zinapoya tagiga keldi. Tanlanmasdan chiqib ketgan odamning hech qachon ismi tilga olinmas edi. Agar u buni qilsa, ehtimol ukasini ko'rmasdi. Lekin yuragidagi bezovtalik tinchimasdi. Shuning uchun u ham zinapoyadan chiqishni boshladi. Qishloq asta-sekin ko'rinmay qoldi. Uning nafas olishi qiyinlashdi va sovuq tushdi. Zinapoya oxirida u bir eshikni topdi, ichiga kirdi va Bekshop degan magazin bor ekan. Kiyimlari kачествоsi juda ham a'lo darajada. Turkiya, Xitoy mahsulotlari. Oyoq kiyim assortimentlari juda ham ko'p ekan. Bekshopning yonida Demaris degan jenskiy magazin ham bor ekan. Turkiya va Xitoydan keltirilgan birinchi qo'l tovarlar Bekshop va Demarisda bo'ladi. Kiyimlar bolajonlarimiz uchun ham bor. Kelaverasizlar.